Nima qilyapsan Sardor? Uyalmaysanmi ko'p kunduz? Ya, yangi videoga tayyorgarlik ko'raman. Neonline'dan yangilikni bombasi bo'pti-yu. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, mana shu dadil video bo'ladi. Sardor, uni bunimi qo'y. Ovozing nima bo'pti? Voy, gapirma lekin obunachilar uchun ovozim mashahvol bo'lsa ham video olmayman. Neonline kompaniyasi haydovchilarni o'ylab, mana bunaqa Skronny Neonline Roadmaster degan antiradar chiqaribdi. Ham registrator, ham antiradar. Aytishinglar mumkin, bor edi-yu 9700 deyishinglar mumkin, lekin bu undan ancha aqlli. Videoni ko'rib turinglar. Video davomida hammasiga batafsil to'xtalib o'taman. Sizlar uchun bitta ochib ko'rsataman. Dizayniga maza qilib deyman, mana buni qaranglar. Ixchamgina Skronny antiradarimizni ishlash prinsipi birinchi o'rinda patch tizimi ancha takomillashtirilgan, uzoqdan urib beradi. Ikkinchi funksiyasi telefoningizga ulab bemalol foydalansangiz bo'ladi, obnovleniya qilsangiz ham bo'ladi. Uchinchi qulayligi signatura dual. Hamma narsaga titilab boshingizni og'ritib yormaydi. Bu Neonline'da muammo edi, muammoga yechim bo'pti. Xo'p, to'rtinchisi Night Vision. Night Vision nima deydiganlarga kechqurun zaps qilishi full bo'ladi. Xo'p, beshinchisi eng asosiy, eng yog'li joyi, ko'rsanglar bo'ladi, sensor ekran bo'ladi. Bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Menga obuna bo'lib keting, videoni maksimalni tarqatib qo'ying. Neonline antiradar to'g'risida fikringiz qanaqa? Kommentariyada belgilab keting. San tuzalgin. Rahmat.